2019 yil DTM eritmalar 14-savol. Xo'p, bizda 200 gram 10% natriy gidroksid eritmasidan ma'lum miqdor suv bug'latilganda eritmadagi umumiy atomlar soni 3 marta kamaydi. Bug'latilgan suv massasini hisoblang deyapti. Demak, bizda 200 gram 100%, 10 grammimiz 20 gram, 10%miz 20 gram bo'ladi. Ma'lum miqdorda suv bug'latilganda eritmadagi umumiy atomlar soni 3 marta kamaydi. Ya'ni bizda tarkib natriy OH, X, Y da suv bo'lgan. Bizda xo'p. Uni tarkib demak, bizlar uje bu X, Y ni topib oldik. Ya'ni 20 gram natriy OH ga 180 gram suv tushishini bildik. Xo'p. Suv bug'latilganda eritmadagi umumiy atomlar soni 3 marta kamaydi. Xo'p. Eritmadagi umumiy atomlar soni dastlab bizda 0.5, 1,5 enata natriy OH da bor, 180 gramida 30 da bor. Demak, bizda dastlab 31.5 ta umumiy atom bor edi. Shundan 31.5 taqsim 3 bo'ldi. 1 demak, xo'p, bizda 10.5 ga teng ekan. Xo'p, charchaganman. O'shaning uchun hisoblashlarga ozroq qiyin bo'ldi. 31.5 minus 10.5 jami 5 21 ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, 21 ga teng bo'lib qolgan atomlar soni. Bug'latilgan suv massasini aniqlang deyapti. Demak, bizda yo'q, 21 sarflanib ketgan suvdagi atomlar soni. Demak, 1 mol suvda 3 ta atom bo'lsa, 21 ta atom necha mol suvda desak, 7 mol suvda bo'ladi. Shunda 7 ni ko'paytiramiz 18 ga. 7 kare 8 56, 7 kare 1 7 12, 126 gram. Javob D.